Hammaga salom yigitlar. Mening ismim Kompot. Yangi videoga xush kelibsiz. Bugun siz va men yo'q sayohatga chiqmaymiz. Bugun biz bunker qilamiz. Buning uchun men allaqachon hamma narsani tayyorlaganman. Ushbu ryuksakda maxsus eshik, asboblar va temir bloklar mavjud. Men esa ombordagi temir bloklarni unutibman, mayli. Qisqasi, hozircha bu ryuksakda faqat temir eshik va temir asboblar bor va biz shunday kuchli bunker qilamiz. Men uni qurmoqchiman, bilasizmi? U yerda katta qoziqorin osadigan joyda. Va materiallarga juda ko'p zumrad sarfladim. Bu eshik qancha turadi bilsangiz edi. Xo'p, yaxshi, men bloklarni ombordan olib kelaman, chunki men ularni unutganman. Va biz darhol qurilishni boshlaymiz. Bu qanday joy? To'g'ri joyga kelganimga ishonchim komilman. Chunki mening navigatorim bugun xato qilmoqda. Mayli, sekinlashaylik. Bu yerdagi yo'llar galat. Siz qayerga borishni umuman tushunmaysiz. Yaxshi. Bu bizning rezidentlar shahrining markaziy banki. Qoraylikchi. Hech qanday aloqa yo'q. Xo'sh, ehtimol bu. Garchi rostini aytsam, u shaharga o'xshamaydi. Bu ko'proq kichik qishloqqa o'xshaydi. Va men bu yerda markaziy bank qayerda ekanligini tushunmayapman. Garchi, voy. Men bu uyda katta temir eshikni ko'rmoqdaman. Xo'sh, men bu bank deb taxmin qilishga jur'at etaman. Salom, men e'tirof to'plami. Sizning joyingizga kelsam bo'ladimi? Umuman bankka o'xshamaydi. Toshak shu yerda, ko'krak qafas. Ko'proq birovning uyiga o'xshaydi. Ammo temir eshik bor. Shunday qilib, men to'g'ri joyga kelganim ma'lum bo'ldi. Ehtimol xo'jayinimdan so'rashim kerak. Ammo hech qanday aloqa yo'q. Nima qilmoqchisiz, a? To'g'ri, men bu yerda juda ko'p soat haydaganim bejiz emas edi. Men bu mashinadan pulni o'sha uyga tushirishim kerak. Aks holda meni o'g'irlaganlikda ayblashadi. Va men hech narsa o'g'irlamadim. Men halol kollektorman. Bo'ldi, pul o'sha uyga ketadi. Men oxirgi pul blokini o'rnatyapman. Oh, shunday. Men faqat eshikni siljitdim. Endi biz uni yopishimiz kerak. Oh, u yerda juda ko'p pul bor. Men noto'g'ri ish qilganimni kuchli his qilyapman. Lekin bu shahar shunday emasmi? Xo'sh, bu yerda uylar bormi? Ha, ehtimol shahar. Mayli, bu endi mening muammom emas. Bu mening yomon interneti muammosi. Va men davom etdim. Shunday ekan, aholi, endi mening temir bloklarimga tegishni xayolingizga ham keltirmang. Men ularni o'zim uchun sotib olmadim. Xo'sh, Kompot, men ular sizniki ekanligini bilmasdim. Agar men 5 daqiqadan keyin kelganimda, siz allaqachon ulardan uy qurgan bo'lardingiz. Kechirasiz, menga temir bloklar kerak edi. Bo'ldi, rezident, keling, omad. Keyin men sizga yangi bunkerimni ko'rsataman. Voy, bolalar, omborda rosa ovora bo'ldim-ku. Mana temir bloklarni nazoratsiz qoldirdim deb atalsa kerak. Tasavvur qiling, rezident bu temir bloklar hech kimniki emas deb o'ylab, ularni olib ketmoqchi bo'ldi. Hammasini unga tushuntirguncha, bloklarni qaytarib olguncha rosa vaqt ketdi. Bolalar, bunga qancha vaqtim ketdi o'zi. Ok, hammasi yaxshi. Keling, bunkerni qurishga qaytaylik. Men tabiiyki, belkurak olishim kerak. Bundan tashqari, u yerdan pechka va dastgohni olishni xohlayman. Menga ruxsat bering. Men nima bo'lganini tushunmadim. Kutib turing, bolalar, men galati narsaga yopishib qoldim. Bu nima? Kutib turing, tushunmadim. Bu pulmi? Men esa oz uyimga qamalib qolganman deb o'yladim. Kutib turing, bu nima? Bu haqiqatan ham pulmi? Qani men bunga ishonmayman. Bu qandaydir soxta. Men hech narsani tushunmadim. Eshikni ochdim, bilasizmi, uni portlatib yubordi va men shunchaki pulga oralgan holda olib ketildim. Bu nimaga o'xshaydi? Nega mening uyimda yo'q edi? Qanchaligini bilmayman, qancha? Hey, mening uyimda kim bor? Nima? Qarang, bu yerda juda ko'p pul bor. Mening uyim shirtgacha pulga to'lgan. Shu qadar gavjum ediki, eshikni ochganimda meni u yerdan haydab yuborishdi. Nima? Bu bo'lishi mumkin emas. Ular bu yerda nima qilishyapti? Kutib turing. Bu 100% qandaydir tuzoq. Kimdir meni kuzatib kelayotgandir. Shunday emasmi? Bilmadim, ularni menga qaysidir bandit yoki firibgar bergandir. Ha, qandaydir tarzda meni sindirib tashlang. Yoki Grifer tuzoqqa o'xshamasa ham tuzoqqa tushmoqchi edi. Pul haqiqiy. Keling, hatto quyoshda ham tekshirib ko'raylik. Yaxshi, bir soniya kuting. Ha, bolalar, haqiqiy pul. Haqiqiy banknotalar. Kecha men do'konga borish uchun Jiteli shahriga borganimda uning bir qismini o'tkazdim. Men sut sotib oldim va non oldim. Hozir esa bu pul mening uyimda. Rostini aytsam, hech narsani tushunmayapman. Kuting, bu yerdan hammasini tozalashga ijozat bering. Qancha oldim? 40 blok. Ha. Bolalar, bu juda katta pul.
Mayli, ko'krak yeb qo'yaman. Voy, o'ylaymanki, bundan keyin bu pullarning hammasini shifokorlarga sarflayman. Qanotasiga. Bu yerda qancha, qayerdan? Va eng muhimi, nega ular mening uyimga tushib qolishdi? Haqiqatan ham ko'rdingizmi? U allaqachon bu pul bloklari bilan to'lib toshgan edi. Eshikni oching, unga nima bo'lganini ko'ring. Siz yangisini sotib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu muammo emas. Qarasam, uyimda yo'qdan deyarli 28 dasta pul paydo bo'ldi. Ular shunchaki osmondan tushdi. Xo'sh, endi ular bilan nima qilishim kerak? Uni biror joyga yoki biror narsaga sarflashni xohlaysizmi? Chunki buncha pulni nimaga sarflashni bilmayman. Yo'q, albatta nimadir o'ylab topaman, lekin hozircha bilmayman. Bir daqiqa, keling, ularni tezda yuksakka joylaymiz. Ular sigadi. Bir daqiqa, endi men oddiy temir bloklar o'rniga bunker uchun qandaydir super bloklardan foydalansam bo'lar ekan-ku. Hatto mana bu temir eshikni ham qandaydir super himoyalangan eshik bilan almashtirsam bo'ladi. Unda ketdik, uni sotib olamiz. Axir endi pul ko'p-ku. Men uni ham olmayman. Yigma yana bankka yetib keldi. Men sizga boshqa joydan pul olib keldim. Qabul qiling. Voy bo'y, bu yerda nima bo'lyapti? Nega eshik polda yotibdi? Salom, men etrof to'plami. Voy bo'y, bu yerga olib kelgan pullarim qayerda? Ular uni biron bir joyda olib tashlashdimi? Mayli, yana bir oz oling. Rostini aytsam, bu juda galati joy. Bank esa qandaydir galati, odamlarsiz. Mana ular zamonaviy texnologiyalar. Qarang, endi ularga bankirlar kerak emas. Tez orada bu sizning kompyuterlaringiz naqd pul yig'uvchilar o'rnini bosadi. Yaxshi, bu safar biroz ko'proq pul. Umid qilamanki, bu bank parchalanib ketmaydi. Yo'q, ochmang. Men ishlab turaman. Qani keling, yoping, iltimos. Voy, men uni yopganga o'xshayman. Umid qilamanki, u yorilib ketmaydi. U yerda juda ko'p pul borga o'xshaydi. Ajabo, menga aytishdiki, bu bankning katta ombori bor. Mayli, yaxshi, men keyingi vazifaga o'tyapman. Biroq taksingiz zo'r. Men sizdan tez mashinalarga buyurtma beraman. Men sizdan qancha qarzman? Safar uchunmi? Bu $150 bo'ladi. $150 Hammasi joyida. Mana ikkitasi o'zgarish yo'q. Voy bo'y, katta rahmat. Bu mening eng katta maslahatim. Bir daqiqa kutib turing. Bunday mashina qancha turadi? Juda qimmat, juda. 9 dasta pul bo'lsa kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9. Xo'sh, bu yetarlimi? Bu mashinani mendan sotib olmoqchimisiz? Mayli, sen meni ishontiring. Keyin menga 10 ta toplam bering. Voy bo'y, katta rahmat. Menga eng yaqin metro bekati qayerda? Xo'sh, bu yerda metro yo'q. Siz shu yo'l bilan borishingiz mumkin, lekin u yerda o'rmon va borlar bor. Menga baribir. Katta rahmat. Qani omad tilaymiz. Ehtiyot bo'ling. U yerda haqiqatan ham borlar bor. Voy bo'y, oddiy mashina. Bolalar, mening xaridimni baholang. Menda hech qachon bunday mashina bo'lmagan. Keling, sinab ko'raylik. Xo'sh, biz ushbu mashinada aholi shahridan To'g'ri qishloqqa bordik. Bu juda tez. Asosiysi uni buzmaslik. Sokin, jim, hozircha uyimning yonida qo'yaman. Yo'q, men bunday narsalarga minish uchun kontrindikatorman. Balki kerak emas. Ehtimol, bu mashinaga deyarli barcha pullarni sarflash ahmoqlik edi. Xo'sh, nima? Ular baribir osmondan ustunga tushdi. Derazalarda nimadir borga o'xshaydi. Kutib turing, tushunmadim. Men yana bu yerda pul yotibdi. Nima? Bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Eshik nega qichqiryapti? Kimdir yordam beradi. Men bu yerdan chiqa olmayman. Endi kuting, men uni qandaydir tarzda ushlab turaman. Voy. Nima? Yana senmi? Hech bo'lmaganda u yerda ularni ogohlantiring. Bu pul yanami? Bu yana qancha davom etishi mumkin? Bilmadim. Men buni aytaman deb o'ylamagan edim, lekin pulim yetarli bo'lgandi. Menimcha eshikni ochishga ham vaqtim bo'lmadi va katta miqdordagi pul menga uchib ketdi. Bu nima? Bu nimaga o'xshaydi? Ularni bu yerda kim qoldirgan? Gazablanishni ham, xursand bo'lishni ham bilmayman. Mayli, kuting, mening tom bu yerda osilib turibdi. Men uni pul bilan tiklayman. Xo'sh, nega mening uyimda ular juda ko'p? Men tushunmayapman. Qarang, bu yerda hamma narsa yana pul bilan qoplangan. Menda hech qachon bunday narsa bo'lmagan. Kutib turing. Va yaxshi. Ular allaqachon ko'krak qafasda edi. Buning uchun rahmat. Bu yaxshi.
Bu allaqachon sodir bo'lgan. U yerda yangilari paydo bo'lmagan. Ammo savol tugiladi. Bu nima? Bu nima? Qarang, bu yerda hamma narsa pul bilan qoplangan. Men hozircha bularga tegmayman. Menda nechta toplam bor? Deyarli 1,5 stakan. Kutib turing, bu qog'oz pulda 1 soniya qancha turadi? Qog'oz shaklida esa bu juda ko'p. Menda yana pulning to'liq inventarizatsiyasi bor. Men hozirgina mashina sotib oldim va endi ular yana bor. Eshiting, men allaqachon qo'rqib ketyapman. Axir ular mening uyimga tushib qolishi mumkin emas. Va shunga o'xshash, ular bilan to'ldirish mumkin emas. Kimdir ularni bu yerga olib keladi. Lekin kim? Kimligini tushunmayapman. Men buni haqiqatan ham tuzoq deb o'yladim. Men buni qandaydir hiyla-nayrang deb o'yladim. Bilmayman, ehtimol bu qandaydir firibgarlik, shunga o'xshash narsadir. Men o'yladim, endi men bu pulni olaman, do'konga boraman va u yerga politsiya keladi. Ha, shunday, men sizni tushundim. Lekin yo'q. Men bunker uchun yangi eshik, yangi bloklar sotib oldim. Hatto mashina ham sotib oldim va hech narsa. Faqat ko'proq pul bor edi. Yo'q, tushundimki, endi odamlar bu videoni ko'rishadi va shunday bo'lishadi. Oh, men sizning muammolaringiz bo'lsa edi. Eshiting, mayli, xarid qilaylik. Nega? Menda hamma uchun yetarli pul bor. Do'konlarga. Yo'q. To'xta. Qanday qilib boshqarish kerak? Tashqariga chiqaylik. Bu yerdan ketaylik. Voy, negadir men bunga erishdim. To'g'ri, bu vertolyot endi hech qachon havoga ko'tarilmaydiganga o'xshaydi. Ha, bolalar, men o'zimga vertolyot sotib oldim. Chunki to'g'risini aytsam, mashina men sotib olgan molga mos kelmadi. Qarang, menda qanchalar bor. Endi men bu uyni tezda sudrab olmoqchiman. Xo'sh, yangi pul paydo bo'lmadimi? Voy, Xudoga shukr. Bilasizmi, menga ko'proq kerak emas. Chunki bularning barchasi qayerdan kelganini tushunmayapman. Lekin ehtimol kimdir sizga berdi. Bilmadim. Qanday bo'lmasin, menda nima borligini qarang. Birinchidan, bu qimmatbaho bloklar, Minecraftdagi eng yaxshi bloklar, ajoyib ziflar va albatta boshqa kiyimlar. Ha, bolalar, kiyim-kechak, ozgina zargarlik buyumlari, har xil zargarlik buyumlari va boshqa narsalar. Keyin soatlar va ovqat. Darhaqiqat nima sotib olishni o'ylamagan. Men hamma narsani oldim, chunki pul juda ko'p edi. Qolgan yarmini uysizlarga berdim va ko'cha hayvonlarni boqdim. Va bu asosan pul yo'q. Keling, biroz ochamiz. Men haqiqatan ham ko'proq tafsilotlarni sotib olganimni ko'rsatmoqchiman. Yo'q, men nima qildim? Bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Mening qurolim qayerda? Ajoyib. Mana u. Qanday qilib men shunchalik xato qilgan bo'lardim? Va bu yerda olmosli zanjir juda ajoyib. Bu aslida menga mos keladi. Hey, meni ishtasam. Ha, sen. Hamma pul qayerda? Yo'q, bolalar. Ba'zi banditlar mening ko'p pulim borligini bilib, meni o'g'irlash uchun keldilar. Siz aqldan ozganmisiz? Men siz uchun qanday banditman? Men inkassatorman. U tezda pullarimni qaytardi. Siz qanday kollektorsiz? Bu yerda menga nima tirnayapsan? Meni yolg'iz qoldi. Menda boshqa hech narsa yo'q. Mayli, tamom. Qimmatbaho bloklarni oling, apliklarni oling. Xo'sh, bularning barchasini oling. Nega menga sumka beryapsiz? Bu yerga olib kelgan pulimni bering. Siz pul olib keldingizmi? Kuting, men hech narsani tushunmayapman. Qaroqchi bo'lganingda mening narsalarimni olib ketishing kerak edi. Qaysi bandit? Men aytaman, men kollektorman. Bu shaxsimni tasdiqlaydigan hujjatim. Nima? Xo'sh, unda. Ha, naqd pul yig'uvchi Minecraft banki. Oh, Mayli, endi boshidan boshlaylik. Men ahmoq boshim. Bu yerga 2 marta pul olib kelib, shu uyni to'ldirdim. kutib turing, bu qandaydir hazil. Haqiqatan ham bu yerga pul olib keldingizmi? Lekin nega? Bu sovg'ami? Qanday sovg'a? Men bu shahar aholisining asosiy banki deb o'yladim. Nima? Qaysi shahar? Atrofingizdagi narsalarni ko'rmayapsizmi? Bu oddiy qishloq. Men qayerdan bilishim kerak edi? Ishdagi birinchi kuni. Siz aqldan ozgansiz. Xo'sh, bu pul qayerdan keladi? Men esa miyamni chayqab o'ylayapman. Voy, men o'zimga juda ko'p narsalarni sotib oldim. Kuting. Buni qanday sotib oldingiz? Yo'q. Iltimos hammasini sarflaganingizni aytmang. Men tugatdim. Ha, men har bir tiyinni sarfladim. Endi nima qilishim kerak? Kuting, tashvishlanmang. Endi biz buni qandaydir tarzda aniqlaymiz. Nimadir o'ylab topamiz. Biz nimaga kelamiz? Bir necha milliard bor edi. Hozir bunday fikr yuritish yanada qiyinlashdi. Ammo endi biz buni aniqlaymiz. Kiyimlar sotiladi. Kiyim sotib oling, zargarlik buyumlarini ham sotib oling. Iltimos hamma narsani sotib oling. Birak timiz, butun 5si. Xavotir olmang, kollektor, hozir hammasini sotamiz, pulingizni qaytarib beramiz. Men albatta umid qilaman. Ammo aholi xarid qilishga qiziqayotganga o'xshaydi. Albatta siz zo'r yigitsiz, shunday emasmi? Xuddi shunday, ular uyimga 2 baravar pul olib kelishdi. Hop bo'ldi. Endi bilaman, bu shahar emas, qishloq. Sizda shunchaki yomon internet navigatsiyasi bor. Kechirasiz, bu nima? Keling, vertolyot sotib olaylik. Vertolyot sotiladi. Bilasizmi, siz bu pulni sarflamasligingiz kerak edi. Yo'q, nima?
Bu men uchun kichik sovg'a deb o'yladim. Ma'lum bo'lishicha shunday ekan. Umid qilamanki, endi biz hamma narsani sotamiz va men unga adashib menga olib kelgan pulni qaytarib beraman. Uyim nega pulga tolib ketganini endi bilamiz, chunki bundan oldin menda hech qanday tasavvur yo'q edi. Xo'sh, men siz bilan xayrlashaman. Hammaga omad, barchangizga rahmat. Hammaga xayr. Iltimos biror narsa sotib oling.